Qo'ylar necha pul oldi tog'a? Qanchadan? 4 million 200. Bolalari qanaqa? Sog'liq 4 million 200 dan bo'pti mana shu qo'ylarimiz, ena bola qo'ylarimiz mana. Yaxshi, narx 4 million 200 dan. Bolalari sog'liq ekan lekin. Sifati ham bor ekan qo'ylarda. Bolalarning sifati qo'ylarning sifati bor ekan. Va shu qo'zilar necha pul oldi akalar ikkosi? Qo'chqarlar necha pul oldi akalar? Yo sog'lom bular. Necha pul oldi ikkosi tog'a? 4 million bu. Ikkosi 4 million, 2 milliondan bo'lib shu qo'chqarlarimiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan YouTube obunachilari, YouTube tomoshabinlari. Sonlar yaxshimi? Yaxshi dam olib turdinglarmi? Mana bugun Qo'rg'ontepa hayvon bozoriga tashrif buyurdik. Sotilgan narxlarni qator arzor qilaylik. Ichkaridan keyingi safar nazar solamiz. Qo'ldan kelgancha arzor qilamiz sizlar uchun. Ustaga qancha bo'pti bu? 14 250. 14 million 250 ga o'tgan ovosimiz. Vodidan sado aka. Nasıl ko'raman? Qancha bo'ldi aka bu? 32 oldi o'sha yerga. Ikkosi 32 bo'pti. Oldida o'tib ketdi bitta. 32 million. Qancha bo'ldi aka ikkosi? 25. 25 million, 12,5 milliondan. Bo'yiga kelsa 1.5 omonachilar. Boshqa bersa bo'lmaydimi? Do'stim, nashadamiz. Va necha pul oldi ikkosi aka? Necha pul oldi? 31. 31 millionga bo'pti ikkita xunajim chiroylilari mana sifatlilar. Ha, Rossiyaga chiqaraman. Nima bor aka? Zo'r narx topdi 31 ga. 31 ga bo'pti aka ikkosi. Egiz qo'y necha pul oldi aka? 6,5 million. Bolalari qanaqa? Qo'chqar bitta sog'liq. Bitta qo'chqar bitta sog'liq 6,5 millionga egiz qo'ylarimiz akalar. Va akalar novvoslar necha puldan bo'ldi? Bratishkalar necha puldan bo'ldi? 1 million bo'ldi. 4tasimi, 3tasimi? 3tasi 40 bo'ldimi? Yaxshimisiz aka? Bu necha pul oldi aka? 13 million 800 o'tdi. Aka necha pul oldi bu qo'chqar sog'liqmi bular? 5 million 300. Sog'liqmi bular qo'chqarmi? Sog'liq qo'ylarimiz 5 million 300 ga o'tdi akalarimiz. Va qancha bo'ldi aka bu? 14 millionga xunajim mana. Qo'y oladi. 14 ga yaxshi. Qancha bo'ldi aka? Jahon necha pul oldi bu aka? 9,5 million novosimiz. Va qancha bo'ldi bratishka? 30 million qancha dedingiz? 31,5 bo'ldi. 31,5 rahmat aka. Novosimiz 31,5 million bo'pti akalarimiz. Vodidan sado. Qo'chqar necha pul oldi akalar? Necha pul oldi aka? 43. 4 million 300 oldi qo'chqarimiz. Bo'sh mashinalar bor. Va necha pul oldi aka? Necha pul oldi? Necha pul oldi aka? Bilmadim. Sizdan emasmi? Yo'q. Bu necha pul oldi bu qo'yimiz? 1 million 200 ga. Uchosi necha pul oldi akalar? Uchosi necha pul oldi? Narxini bilmaysiz bo'ladi. Xunajinlar. Necha pul oldi aka? 11 aka. 11 millionga novoz. 3 ta xunajinda egasi oldidan so'rasam ham teskari qarab ketdi. Aytmadi narxini. Mayli. Necha pul oldi aka? Qancha bo'ldi uchosi? 42 dan bu. 4 million 200 dan qo'chqarlar. 4 million 200 dan qo'chqarlar olibdi akalarimiz. Bo'lar ekani, mana kengligi mazza bo'lib qoldi. Va xunajin necha pul olibdi usta? 25? 21 millionga xunajin. Va novvoslar necha pul oldi akalar? Aka necha pul oldi ikos? 27. 27 million bo'ldi, 13,5 million. Qirg'iziston novvoslari ekan. 7 million 600 ga olibdi, pauza qilib gapirib yuribmiz mana. Xunajinda o'zi 7 million 600 ga. Sifatlisi. 18 ham bo'g'ozmi? 18 yarim. Yo'q. 9,5 millionga novvosmi? Novvos aka. Xunajin necha pul olibdi aka? Necha?
Bilmayman ekan narxini, Shopir aka ekan. Bo'ldi, mana. Aka qancha bo'pti bu? 21 dedimi? 20 dedimi? 20 million deb. 20 million 800 ga bo'pti. O'zimi? Ne qisir shekilli? Qisirmi usti bormi? Bo'g'oz to'ra. Ha, bo'g'oz to'rali bo'g'oz ekan. Chiroyli ekan, sifatli oflowmi? 20 million 800 ga. Tiniq xunati to'rali bo'g'oz ekan. Qodir bo'lmasa. Aka qo'zi nechi pul bo'pti mana shu? 18,5 million. 1 million 850 ga. Sog'liq qo'chqar. Qo'chqarcha necha pul bo'ldi? 1 million 850 ga. Novoz qancha bo'pti akalar? 23 million 400 mingga novoz akalar. Yigirma uch o'tur. Nechi pul oldi aka ikkosi? 36 millionga ikkita novoz akalar. 18 million. Mana qana aka? Kilomi? Voy, bilmayman aytib. 36 millionga ikkita novoz. Bo'g'oz qo'ylar nechi puldan bo'ldi akalar? Bo'g'oz qo'ylar 9 millionga bo'ldi ikkita bo'g'oz qo'yamiz. Yerarimdan akalar. Assalomu alaykum ustoz, sizsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yana bola nechi pul oldi aka? Qancha bermadingiz? 58,5 million. 58,5 millionga bermabdi. Ena bola 17,5. Ha, 50 millionga ena bola 17,5 bo'pti. Bolasi xunajin aka. 50 million. Oldidagi 50 million bo'pti. 12,5. 12,5 millionga bu xunajinimiz. Shvedmi bu endi? Hali mashina. Shved xunajinimiz 12,5. Hozir tushunmay qoldim. Oldida aka 58 millionga beraman dedi, orqada 50 millionga oldik deyapti. Orqada kattaroq akani gapi to'g'ri shekilli endi. Nima deymiz? Mayli. 14 million 800 ga bo'lib mashinamiz obunachilar. Bo'g'ozmikan bu? Bo'g'ozmi? Sir 14 million 800. Obunachilar 8 million 900 ga olinibdi to'yimiz. Bu ayg'irmi, biyam ekan bu? Biya otimiz ekan obunachilar. Urg'ochi deyiladi. 8 million 900 ga bo'libdi. Ammo chiroyli ekan, sifati ham zo'r ona. Mana to so'ragan akalarimizga 8 million 900 ga, baraka bo'ptimi? 8 million 900 ga olib chiqishdi akalarimiz. Hech pul bo'pti aka? Qancha bermadingiz? 18 millionga bermabdi ikkita novosimiz obunachilar. Qancha bo'ldi bu qo'yimiz aka? 3 million 200 bo'g'oz ha? 3 million 200 ga bo'g'oz sog'liq qo'yimiz akalar. Sigir nechi pul oldi bo'g'oz sigirimiz? So'rab chiqqin uka? Yangi shopirmi? So'ramabdi sigirimizni. Nechi pul oldi bu aka? 11. 11 millionga novosimiz. Aka nechi pul oldi katta novoz? Usta aka 27 million bo'pti shu novosimiz. 27. Oyog'ida yashirib bor shekilli zo'rg'a ketyapti-yu. Nechi pul bo'pti akalar? 7 million 200 ga. Qo'chqarlarmi bular? Qo'chqarlar. Ikkosi 7 million 200 bo'pti akalar. Yana bola nechi pul oldi aka? 24 million 700. 24 million 700 mingga. Yana bola sigirimiz bolasi xunajin aka, sutga kelsa bir 10 litrdan oshiroq sut bo'lsa kerak. 200 kam 18. Rahmat, boriga shukr. 200 kam 18 bo'pti obunachilarimiz. Qancha bo'pti aka bu novoz? 18 million novoz. Bu qancha bo'pti brachka? Qassob xona 18. Nechi pul oldi aka ikkosi? 11 dan 22 yo'q obunachilarimiz. Qo'ylarimiz nechi pul oldi akalar? Qo'ylarimiz 4 million bo'ldi. Qo'chqar aka. Ikkosi sog'liq aka
2 milyondan bu 4 milyonga. Bozor voy bo'pti. Nech pul oldi aka bu? Bilmadim, shu pulmi? Aka 3 million. 3 million bo'lasi qanaqa? Sog'liq ekan bo'lasi 3 million. 3 million bo'pti. Sog'liqmi ekan bu? Endi tug'ib qo'yibdi mana bozordan. Bo'lasi qanaqa ekan, qo'shqarmi ekan? Nech pulga oldinglar? 2,5 millionga olibdi. Urg'och ekan, sog'liq qo'y. Nech pul oldi aka ikkosi? Bir xil ekan navoz. Aka siz bilasizmi ikkosi nech pul olganini? Haydovchi akalarimiz aka. Nisbatan zo'r ekan navoz. Nech pul oldi ikkosi aka? Usta aka nech pul oldi ikkosi? 49. 49 olibdi, 49. Ikkitasi 49. Yana bola nech pul oldi aka? 22,5 millionga yana bolasi kir. Bolasi novoz, nechinchi bolasi qancha suti bor ekan? 6 litr suti bilan 3-chi bolasi ekan obunachilar. Voy, kimga o'zi? 3 millionga olinibdi, bolasi qo'chqar ekan. Va nech pul oldi bu aka? Bo'g'ozmi bu? Nech pul? 3 millionga. Bo'g'oz sog'liq qo'yib. Bizim bo'g'oz 20 million. Ha. Qirg'iz pulgami? Qirg'iz pulga deyapsizmi? O'zbekistondan olmish. Ha, Qirg'izistonlik mehmon akalarimiz kelibdi mana O'zbekistonga. Nech pul olibdi aka bu? 24 millionga shved sigirimiz obunachilar. Bu xunajin ekan, hali tug'magan xunajin ekan. 27 dedingiz-a? 27 dedi. 27 million yaptım. Ha. Akalar katta novoz nech pul olibdi? Sotilmadimi? 30 ga bermagandir. Uy, labodan turib tashladi. Qancha bo'libdi bu novoz akalar? Nech pul olibdi? Mashhur zo'r ekan novoz. Nech pul olibdi bu aka? Qancha olibdi? 18 millionga shved udar tozasi novoz qaranglar. 18 millionlik novosimizni qaranglar. Chiroyli olibdimi? Sotki. 14 millionga bo'lib akalarimiz bu novosimiz baraka bo'ldi. Aka nech pul oldi bu xunajin? 20? Haydovchi akamiz ekan. 16 million 700. Rahmat, bozda shukr aka. 16 million 700. Biz ham Mana aka. Ha, chiqasiz aka o'sha chiqdingiz. nech pul beramiz? Yutib chiqarganimizga. 100 ming aka bera oling. Graniga qo'yishdi 100 ming aka. Akalar nech pul oldi bu jipi? 20 million 100 ga olibdi akalarimiz mana. 20 million 100. Zo'r olibdi akalar. 20 million 100 ikkita novoz akalar. Qop-qora, temniy. Ha, vozdan sota aka. Yana bola nech pul olibdi aka? Yana bola nech pul oldi akalar? 25 million. 25 millionga yana bola sigir. Bolasi novvosmi? Xunajinmi? Bolasi novvos ekan obunachilar. Mana oldim. Nech pulga? 12 millionga yosh xunajin. 25 million 200. Suti ham bordir 10 litr. Ve xunajin nech pul olibdi aka? 10 million 300 ga xunajin, yosh xunajinlar. Akalar jupiga qancha bo'ldi ikkosi? 10 million 200 dan. 10 million 200 dan novvoslarimiz 20 million 400 ga olibdi. Azbekka olibdi qo'chqar novvoslarni mana. Azbekka qarab qo'ying aka, eslayman. Qancha bo'ldi? 3 million 700 ga bolasi qo'chqarmi? Sog'liq ekan, 3 million 700 ga. Va nech puldan bo'ldi usta aka? 12 milliondan novvoslar. 4tasi o'tib ketdi. Qarayda.
12,5 millionga olinadi bu novvosimiz. Yana bola necha pul oldi aka, yana bola? 35 millionga yana bolasiga. Orqada necha pul oldi aka? 25 ming. 25, oldida 35 oldimi? Oldida 35. Ha, orqada 25 oldi. 5 50. Zo'r oldi aka. Bola. 27,5 millionga yana bola sigir, bolasi xunajin ekan obunachilar. 10 litrga yaqin suti bor ekan. Chama qilib aytayapti. Egalardan so'rasa uje aytmayam, ketyapti, shoshilyapmiz. Xunajin necha pul olibdi? Necha pul bo'ldi? 12 bo'ldi, 12. Shved novvoschalar. Necha pul olibdi aka shvedlar? Necha puldan bo'ldi shvedlar aka? 43 millionga ikkita xunajinmi bu? Novvos xunajinlar? Bittasi novvos, bittasi xunajin ekan obunachilar. 43 millionga ikkita shved. Novvos sigirlarimiz. Necha puldan bo'ldi aka? Necha pul oldi novvos? Zo'r olibdi ama 43 ga. Ve qancha oldi-ku? 25 millionga novvosimiz akalar. Akalar qo'yib suyuq necha puldan bo'ldi bular? 22 dan bo'ldi. 22 dan. Qo'chqarlar ekan hammasi. 2 million 200 dan bo'ldi qo'chqarlarimiz. 2,5 millionga soliq qo'yamiz akalarimiz. Novvos kattasi. Necha pul oldi aka? Va qancha bo'ldi akalar? A? Rahmat. 38,5 million bo'libdi akalarimiz, katta novvosimiz. Baqir chaqir qilib yurib so'rab oldik. Necha pul oldi aka? Bilmayman aka biz. Hadoch akalarimiz aka. Necha pul oldi kos? 11 million 200 dan. Ha. Rahmat, boriga shukr, baqir chaqir qilib baqirib 38,5 dedi. Yo, bu necha pul oldi aka? 19. 19 million 600 ga mashina novvosi 19 million 600 bo'pti. Bu limuzinmi bu? Va aka, bu novvos necha pul olibdi? 21 millionga shved novvos. Va sigir necha pul oldi akalar? Aka sigir necha pul oldi mana shu? 12 millionga. Sigir o'zi 12 million bo'libdi so'raganlarga. 5 litr suti bor ekan. 2 oylik bo'g'oz 5 litr suti bor ekan. Bo'pti aka bu. 19 zo'r. Sotilmadimi? Necha pul? Anqara ketaman. Bu qaramdalik. Ikkosi necha pul oldi tog'a? 13 million. Yosh mashina 13 million akalarimiz. Yana bola sigirlarimiz. 28 million yana bola sigir, bolasi mashinaga. Suti ham bir 15 litr bor shekilliga. 17 millionga sigirimiz bo'g'oz ekan. Aka, bu yana bola necha pul oldi? 4 million 600. Bolasi qo'chqarmi? Ha? Bolasi qo'chqar ekan 46. Necha puldan bo'ldi aka? 9,5 8 dan bo'pti obunachilarimiz. Bu novvos ekan bular. 8 9,5 10 bo'pti. Necha pul oldi tog'a bu ikkosi? Sigir o'zi necha pul oldi aka? Necha pul olibdi sigir? 14 million 600 ga sigir o'zi. Necha pul oldi aka? 10 millionga. Ikkosi necha pul oldi akalar? Qancha bermadilar? Qancha bermadilar? 19 ga berilmadimi? Novvoslar ikkita. So'raganlar kelaveradi. Ayting telefon nomeri. Ha, o'zingizni aytib qo'y. Necha pul olibdi akalar? 15 million. Pul olibdi aka mana shu. Aka xunajin necha pul olibdi?
Ajoyib to'g'ri, bunachun ranglari bilan. 14 millionga olindi bu mas. Bunachun shved shekilli. Yo'q ekan hali go'zal ekan. Nech pul olibsiz aka? 3 million 100 mingga. Soliqlar shekilliga. 3 million 100 ming ikkita soliq qo'ylarimiz. Qancha bo'ldi aka? Sizdanmi Novos aka? 23 ga berilmabdi. 23 ga berilmabdi hozirgi Novosim. 3 million 800 ga qo'chqar ekan akalar. Yemlasa zo'r bo'lib ketar ekan, nima? Ochilib. Yana bola nech pul oldi aka? Nech pul oldi? 26 mingga bolasi Novos suti qancha ekan aka? 7 litr suti bilan ekan. Nech pul oldi aka? 15 millionga xunajin. To'rabat ketadi, to'rabat. Va, nech pul oldi brachka? 14 millionga. Yaxshi Novos ekan o'man. Tetik ekan. Chaqir qilishgati. Deb. Nech pul olibdi bu Novos? 17,5 millionga Novosimiz. Tosh Novos ekan. Yo'q. Va, aka nech pul oldi? Ados akam dab ketyapti. Omunachilarimiz 52 millionga sotilibdi bu Novosimiz. Nima deyapti? Hamma masheda. Hamma tomondan 52 millionga baraka bo'lgan Novosimiz sotilibdi. Mana barakasi. Zo'r tomon Novos. Yaxshi udar vaqt qo'yibdi. Nima deyapti u Novos? Mana yaxshi udar Novoslar bor ekan. Usta nech pul olibdi bilmaysizlarmi? Usta qancha bo'ldi? Uni taroziga qo'ydim, uni 800 kilo bor debdi. 800 kilo bor debdi. Ona tortishmadi. 900 necha kilo ham chiqdi dedi tarozida ukaxonlarimiz. Novos qaranglar bu ham. Ta'sir o'tmayapti bu Novosga. Yaxshi udar ekan Novos. O'n qaraydi. Obunachilarimiz shunaqa gaplar ichkaridan ham zo'r qildik. Faqat katta Novoslar endi yangilik ham kiritib turish kerak. Sotilganlarni ham qiziqadiganlar bor, ko'p obunachilarimiz. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar, borilarga shukr. Kamchiliklar bo'lsa ming bor uzr, xafagarchilik bo'lmasin akalar. Nech pul oldi? 65 ga sotilmadi, tog'a. Kiloga. Ha, 65 mingdan живой веска. Sotadi. Ha, necha kilo chiqdi? 65 mingdan живой веска sotamiz dedi. Mana bratishkam 800 qancha kilo ham, 900 qancha kilo dedimmi? Adashmasam shunaqa chiqdi dedi. Живой веска Novoslarimiz. Necha pulga bo'ldi живой веска aka? Necha puldan bo'ldi живой веска? Yo'q, hali anaqa qilmadik. живой веска qanchadan? 401, 401 kilo. 405. 405 kilo. Necha puldan bo'ldi живой веска aka? 405 kilo. Necha pulga oldinglar o'zi? 23 Necha puldan bo'ldi aka? Qo'yadi, sotganmiz. Qanchaga oldinglar? Sotamiz endi. Sotasizlar endi. Kiloni bilaylik. Bozor olarmi adashmasam? 559 kilo. Yaxshi nom. 559. Yaxshi nom o'tayapti. Qancha bo'ldi? Şey bu usta bo'lyapti. To'g'ri, qanchaga olindi usta? 59 mingdan живой вескami? Necha kilo dedi? 437 kilo.
437 kilo 57 bindan shu Voybeska. 57 bindan 437 kilo. 437 kilo keldi. Shunaqa gaplar akalarimiz. Nima ham derdik? Bor-borlar bolaga shukr. Mashina ovosimiz 23 millionga bo'pti akalar. Nima deyapti novoz? O'tuvdor ekan a. 74 kilo. Chiqaramiz. 55 mingdan shu Voybeska tortyapti. 74 kilo chiqdi akalarimiz. Neç puldan bo'ldi aka? Oldik. Neç pulga? 28 million 600. 28 million 700 ga olinibdi. 600. Ha 28 million 600. Ya nechi kilo bo'ldi aytasizmi? 471 kilo hisob kitob qilarasizlar obunachilar. 28 million 600 ga 470 kilo. 55 mingdan urib ko'rlar, 60 mingdan urib ko'rlar, kommentariyaga bosib qo'yinglar. Jurnalistmizda aka. Odam bilan qiziqda tanish bilishlar chiqyapti-da. Qanchaga oldingiz aka? 379 kilo. Necha pulga oldingiz aka? Kim beradi aka bunga? Aytmadim. Assalomu alaykum, devotava qanday? Salom aytyapti. Qimmatlab ketdi-da. Mol qimmatlab ketdi. Mol ketdi. Dollardan ko'proq tashlaydi. 23-25 million. Bu 23 ga oldilar. Narigi 25 ga. Mana bu men 23 millionga olingan novosimiz bu yerda 25 ga olingan. Zo'r. Mana kichkina novoslarimiz bor ekan mana. Mana sizdanmi aka? Necha puldan ekan bular? Sizdan emasmi? Necha puldan ekan aka? O kichkina, eng chekadagi. eng kichkinada 10 million kami bor. Eng kichkina 10 million kam bor. Qator kelar ekan, narxosidan sekin. Qasinga baraka qilishyapti akalarimiz. Bilmayman endi. Necha pul berasiz? Mol o'zigami? Ikkitasiga 20 million. Bittasiga 13,5. Narigi 13,5 beryapti akalar. Telefon nomerni ayting. 90lik 140 2603. Akamizga aloqaga chiqarasizlar. Anvar Baklan desa chiqilaveradi. Bo'ldi. Novoslar, yoshlar shu yerda ekan akalar. Qancha bo'ldi aka bu? Sotilmabdi. Hurmatli obunachilar, shu bilan videomizni yakunlaymiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Nasib bo'lsa, keyingi hayvon bozorlarida ko'rishamiz. Bolalarga shukr.